Shuhrat ismining ortida qanday buyuk qudrat yotganini bilasizmi? Ular doim tashqaridan kuchli va o'ziga ishongan ko'rinsa-da, ularning qalbida faqat tanlanganlargagina ma'lum bo'lgan chuqur sir bor. Shuhrat qadimiy arab tilidan olingan bo'lib, shunchaki ism emas, balki shon-sharaf, mashhurlik va betakror obro' degan ulug'vor ma'nolarni anglatadi. Tarixda bu ism o'z aqli, shijoati va qat'iyati bilan xalqning hurmatini qozongan olovqalb yetakchilarga berilgan. Shuhrat ismli insonlarni boshqalardan ajratib turuvchi 3 ta noyob xislat bor. Birinchidan, ularda qiyinchiliklarda aslo sinmaydigan po'lat iroda bor. Ikkinchidan, magnitdek tortuvchi xarizma. Ular atrofidagilarni bir so'z bilan ruhlantira oladi. Uchinchidan, adolat va sadoqat borasida ularga teng keladigani yo'q. Ularning qalb dunyosi juda boy, karyerada doim eng yuqori cho'qqilarni zabt etishadi. Sevgida esa faqat chinokamiga qadrlovchi insonlarni tanlashadi. Ularning eng katta yashirin qobiliyatimi? Ular eng qorong'u kunlarda ham yorug'lik yaratib, inqirozni g'alabaga aylantira olishadi. Aziz shuhratlar, yelkangizdagi tog'dek ishonch sizni doim yuksaklarga chorlasin. Siz eng zo'riga munosibsiz. Bu videoni hayotingizdagi eng yaqin Shuhrat ismli insonga yuboring. Biz Trendo AI jamoasi har qanday sun'iy intellekt bilan ishlaydigan saytlar, botlar va boshqa loyihalarni yaratamiz. Xizmatimizga qiziqsangiz, direktga yozing.